Men Abubakirov Farhodbek, Andijon viloyati Asaka shahridan kelganman. Sahar bilan 6-7 yildan beri kasal bo'lib yurardim. Bu klinika Gippokrat to'g'risida men internet sohasida ana shu O'tkir Ismoilovichni operatsiyalarida internetda joylashgan ekan ko'rib, o'ziflarni o'qib kelganman. Kelganimda sahrim och qoringa 12, ovqatdan keyin 18. Hozir endi Xudo xolasa ertaman 7, o'shandan keyin mayonliqdan keyin 9ga chiqyapti. Yaxshi. Klinikaga katta rahmat deyman, shu doktorlarga, medsestralarga, sanitarkalarga, vrachlarga, xususan shu Matquliyev O'tkir Ismoilovichga katta rahmatlar aytaman. Endi maslahat beraman, agar kim kasal bo'lsa, iloji bo'lsa kelib shu yerda davolasa, davo topadi Xudo xolasa. Alloh endi shular sababchi bo'lib davo topib ketyapti. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.